Inert atmosfera degani nima bildiradi bu? Bular bilan reaksiyaga kirishadigan boshqa bir aktiv gaz yo'q. Masalan, azot bo'lishi mumkin, ya azot ham emas. Geliyli inert gazlar borku, geliy argonlar bo'lsa, inert atmosfera bo'ladi shunda. Birinchi qismini alyuminiy karbid chiqdimi? Qash xlor qo'shdik, nima chiqadi? Alyuminiy xlorid bilan metan chiqadi. Bera 4, bera 3 qo'ysak, bunga 12 qo'yasizlar. Bu yerda yana bir narsani o'ylashingiz kerak, alyuminiy ortiqcha qon bo'lishi mumkin degan. Ikkinchi qismini suvda eritdik. Alyuminiy qolgan bo'ladi ekan shunda bu yerda. Sababi alyuminiy ortiq qolgani suv bilan kirishmaydi reaksiyaga. Lekin alyuminiy karbid kirishadi suv bilan reaksiyaga. Alyuminiy gidroksid bilan nima chiqadi shunda? Metan chiqadi yana. Bu ham shu reaksiya, faqat bunda chiqqan gaz necha litr ekan? Shunda N2 metan topsangizlar 672 ni 22 4 bo'lsak necha bo'ladi? 0,3 mol chiqadi, to'g'rimi? Bu 0,3 mol bo'lsa, bu necha mol ekan shunda? 0,1 mol. Teng qism bo'lsa, bundan shundan necha bo'ladi? 0,1 mol bo'ladimi? 0,1 moldan necha metan chiqadi shunda? 0,3 mol chiqadi. Bunga H klor qo'ysak necha chiqadi endi? Nima chiqadi? Alyuminiy xlorid bilan o'rtada chiqishi kerakmi? Shunda en bir gazlarni topib olamiz, aralashmasini. 10,08 ni 22 4 bo'lsak necha bo'ladi? 0,45 mol, to'g'rimi? 0,3 dan 0,45 dan 0,3 olsak necha? 0,15 mi? 0,15 bo'lsa bu necha bo'ladi? 0,1 mol, to'g'rimi? Mana bu 0,1 mol, buning uchun 0,4 mol alyuminiy sarflangan. Yana alyuminiy ortiq qolgan 0,1 mol bu yerda. To'g'rimi? Shunda X mol degan necha ekan shunda? X mol degan alyuminiy. 0,5 molmi? Yirik ugletimiz necha ekan shunda? 0,3 mol bo'ldimi? Shunda N alyuminiy 0,, qaranglar, yana bir yer boradi. Bu borku bir qismi u. Uni desak bo'ladi sizlar tushuntirish uchun. Shu yarısı şu. Yarmı şu. Yarmı 0,4 mol 0,5 mol alyuminiy. Yarmında 0,5 mol alyuminiy ve 0,3 mol uglet bo'lgan. Boshda yarmini hosil qilish uchun shuni kerak. Endi butunni hosil qilishimiz uchun shunda necha 1 mol alyuminiy bilan 0,6 mol uglet bo'ladi shunda. Shuni ko'ring ekan javobini. X plus y deb qo'ydim birinchisida 1,6 chiqar ekan javob. To'g'ri, ana birinchi shartdan 1,6 bo'ladi ekan shunda. Ya'ni hozir biz ham bu yerda 0,1 mol alyuminiy karbid bilan 0,1 mol alyuminiy ortiq qoldadikmi axir? Shuni bo'lib turib, buni qoldadikmi? Shu yarisidan, keyin bu yerda yana shundaysi bor. Bu yerdan 0,1 mol alyuminiy qolgan. Umumiy shunda necha desak bo'ladi ekan? Bu yerda 0,2 mol desak bo'ladi ekan, ham bu yerda. Yeganda. Bu girish hosil bo'ladimi? Shuni 0,2 desak bo'ladi ekan. Alyuminiy miqdorini necha deymiz bu yerda ortiq qolganni? 0,2 desalar, shunda bu yerda necha bo'ladi? 0,8 bo'ladi, bu yerda 0,6 bo'ladi. Shundan necha bo'ldi alyuminiy miqdori umumiy? 1 mol bo'ldi. U ham x edi. X teng 1 bo'ldi-da. Y esa necha bo'ldi shunda? 0,6 bo'ldi. X teng 1, y 0,6 bo'ldi. Shunda ham bir taraf shart emas, yarmida degan shart emas, endi. Butun hammasini topib oldik bu yerda. Keyingi gap bu. Boshlang'ich aralashma massasini toping dedi. Massasini topamiz. Buning uchun massa alyuminiy topasizlar, ham massa ugletni topib qo'shamiz aralashmada. 1 molni 27 ga ko'patsangizlar 27 gram, 0,6 ni 12 ga ko'patsangizlar necha gram? 7,2 gram. Qo'shsak ikkisini massa dastlabki aralashma chiqadi. 27 ga 7,2 bo'ladi, 34,2 gram bo'ladi. Bu ikkinchi sharti bu. Mana shuncha javob. Shuningdek, keyin uchinchi shartdan kelamiz. Amfoter moddani eritish uchun necha mol H klor sarflanadi dedi. Amfoter modda degani boshlang'ich aralashmada alyuminiy turibdi-da, uchinchisida. Alyuminiy eritishimiz uchun H klor qo'shamiz. Alyuminiy xlor 3 bilan o'tirib chiqsa shunda
Amfoter modda 1 mol bo'lsa, buni eritish uchun shunda 3 mol H-klor sarflanadi desangizlar bo'ladi. Necha mol desa 3 mol deb qo'ydim 3-shartini. Doğru da. Ha. Imbunat tuttu o'xshaydi menimcha, imbidagi. Amfoter moddan yaratish uchun sarflanganini 0.3 tab olib tuttu o'xshaydi. Biz hozir topganimiz bormi? 10 topdik mi? Pastda topganimizda. 1 mol alyuminiy bor deb oldik-ku, dastlabki aralashmada. Shuni hammasini yaratish uchun deb. Shuni tushunarsiz qatib ber ketdi-da. Shuni yozib ketinglar. Endi olingan qattiq mahsulot ikkita teng qismga bo'lindimi? Birinchi qismi H-klor eritmasida aytilganda shuncha gaz ajraldi deb qo'ydik-ku. Ko'rdingizmi shunda? 41-savolni. Ana shunda shudagi gapda shu birinchi qismi H-klorda aytilganda shuncha gaz ajraldi degandagi shunga qo'shilgan H-klor soat tutdi. Shurdagi alyuminiyni eritish uchun qo'shilgan H-klor. Shunda bu 0.1-0.3 tab sozlab bo'ldi, lekin shartini sal tushunarsiz qatib berdi. Uni zo'ratib beradi sizlarga qisman savolni o'zingizlar. Keyingisi olingan jam alkanni deydi. Umumiy alkan chiqadi shunda ikkida 0.6 chiqadimi? Shunda alkan metan bo'ldi. Shu metanni nishatamiz ekan. To'liq xlorlash uchun. To'liq xlorlashda ham chiqib bo'ldi. S-xlor 4 bilan H-xlor chiqadimi? 4 ta qo'yib, shunda bu 0.6 qancha ketadi? 2-4 mol yetadi. To'g'rimi? Shuni olish uchun xlorni, shunday xlor olish uchun kaliy permanganatga H-xlor qo'shamiz. Buni o'tvadik, to'g'rimi? Yaqinda ana. H-xlorda ham o'zida. Ya'ni olish mumkin xlorni ishlatib turib, kaliy xlor, margansiz 2 xlorid plus xlor plus suv. Kislotlar 8 bo'ldi, bu yerda ham 8 qo'ysak. Vodorotlar 16 bo'lsa, bu yerda 16 qo'ysak, bu yerda 2 6 yesa, bu yerda 5 qo'yiladi-da. Shunda 2.4 mol olish uchun, xlor olish uchun necha mol kaliy permanganat edi? 5 ga 2 nisbat bo'lib turibdi. 2 4 dan tafosili. 2 4 ni 2 ga ko'paysak 4-8, 5 ga bo'lsak 0.96 mol javobda shuni ham. 0.96 mol bo'ladi ekan shunda. Kaliy permanganat mol bu. 3-savol, 4-savolning sharti bo'ldi shu haqda raqamda. Yechim bo'ldi. 5-si Violer usulida X mol alyuminiy olish uchun dedim. Violer usuli 9-sinfda berilgan. Kaliy xlor alyuminiy xlor uchun kaliy qo'shiladi. Alyuminiy bilan kaliy xlorid chiqadi. Bu yerga 3 qo'yib, bu yerdan 3 qo'yib olamiz. Shunda X mol dekani yuqoridagi X mol axir MBdagi. X deganimiz necha chiqdi? 1 mol chiqdimi? Bu 1 mol olish uchun kerak bo'lgan metal massasini toping. Metal 1:3 nisbatda bo'lsa necha mol kaliy yetadi? 3 molmi shu kaliyning massasini topamiz. 3 ni 39 ga ko'paytirasizlar. Necha bo'ladi shunda? 117 gram bo'ladimi? Qaysi javob? Mana shuni 6-savolni o'tamiz. Y mol uglyotni dedim. Ugliyotning Y mol 0.6 mol bo'ldi shu. Eritish uchun konsentrlangan sulfat kislota sarflanishi. Buni o'tdikmi biz? Ugliyotma 6 yutma usunda bo'lmadi. Sulfat kislota bilan ugliyotning reaksiyasi no chiqadi Farida. SO2 chiqadi, SO2 chiqadi, plus suv chiqadi, to'g'rimi? 8-sinfda berilgan. 0.6 bo'lsa bu chiqadi ekan shunda 1.2 mol bo'ladi. Bam shuni javob. Tushundingizmi? Qiyin ekan. Demak, alyuminiy bilan uglyot aralashmasi bo'lgan X mol alyuminiy va Y mol ugliyotdan tashqari topgan aralashma, shuni ikkisini qo'shganimizdan alyuminiy ugliyot qo'shib, alyuminiy karbid olganmiz o'zi. Inert atmosferada qizdirganmiz, shunday moddalar chiqadi. Keyin alyuminiy karbid olingandan keyin shu yerda olingani biz 0.2 ni keyin topdik bu yerda. 2 ga bo'lamiz, teng 2 ga. Shuni yanında o'ylab qo'ydik endi. Alyuminiy qolgandan keyin yo ugliyot qolgandan keyin ikkisidan birisi qolishi mumkin. Ya bu ortib qolishi mumkin-da. Lekin ikkisi ham ortib qolmaydi. Keyin shundan chiqamiz.
Alyuminiy karbidga H-klor qo'shsalar alyuminiy xlorid bilan metan chiqadi. Alyuminiy qolgan bo'lib qoldi. Sababi bu pastda alyuminiy karbidga yana suv qo'shsak ham shunday metan chiqadi. Lekin suv bilan alyuminiy reaksiyaga girishmasadi, bu yerda sal kamroq chiqqan gaz. Lekin H-klor bilan alyuminiy girishganligi uchun bu yerda sal ko'proq chiqqan. Demak, birinchi reaksiyada 0.45 mol, ikkinchisida 0.3 mol chiqqan. Demak, ikkisidan metan 0.3, lekin qolib turgan 0.15 mol alyuminiyni H-klor bilan girishgan vodorod bo'lishi mumkin deb o'ylashlaringiz kerak shu yerda. 0.15 mol bo'ldi shu vodorod, bu 0.1 mol bo'ldi. Demak, 0.1 mol alyuminiy karbid hosil bo'lgan. Bu yarisidan. Qolgan yarmi ham shuning. 0.1 mol alyuminiy karbid bo'lgan ikkisidan. 0.2 bo'ladi shunda umumiy. Ortiq qolgan alyuminiy esa 0.1 0.2 mol alyuminiy qolgan. 0.2 mol alyuminiy karbid bo'lishi uchun 0.8 mol alyuminiy kerak, 0.6 mol uglet kerak bo'ldi. Bu shart emas. Keyin birinchi savol shartini bir javob berib ketaveramiz. X plus y ni toping dedi. Birinchi savol, ya'ni x 1, y 0.6 bo'ldi, shunda 1.6 bo'ldi. Ikkinchi savol sharti ularning massasini toping dedi. Ya'ni alyuminiy bilan ugletning massasini topishlik. 1 moli dedik, x 27 gram, 0.6 mol uglet 7.2 gram qo'shsak 34.2 gram bo'ldi. Ikkinchi savol sharti bo'ldi. Uchinchi savolda shu yerda yana amfoter metallni, amfoter moddani girish H-klor bilan girish uchun nechalik H-klor kerak? Eritish uchun. Deydi 0.1 molni eritish uchun 0.3 mol sarflandi deb yozsalar shuni. Buni savolda tushunarli harakat qilib berishlaydi. Salgina kamchiligi bo'lgan shu uchinchi savolni. Ya'ni birinchi aralashmadagi amfoter moddani deb yozsa-da zo'r bo'lardi shu. Birinchi aralashmadagi, ya'ni ikki aralashma bo'lib oldi-ku teng qismi. Hosil bo'lgan aralashmani birinchi qismidagi deb yozsa domam zo'r bo'ladi. Hosil bo'lgan aralashma bo'lib qoldimi? Shundayna shu ikki aralashma bo'lib qolsa, shuni birinchi qismi, ikkinchi qismi. Shundagi alyuminiy eritish uchun, shundagi amfoter moddani eritish uchun H-klorning molini so'rab turdik qisqasi. Biz ham umumiy madad turib boshqa sharoitga ishga ketadi shu yerda. Umumiy bo'lsa kerakda. Keyin 4-sida metan xlor qo'shamiz. Metan to'liq xlorlashda xlor bilan H-klor chiqadi. 0.6 mol metan olindimi? Umumiy 0.6 mol chiqdi mana shunda ikkisi. Nechalik xlor sarflanadi shunda? 2-4 mol. Shu 2-4 mol xlorni olish uchun kaliy permanganatda H-klor qo'shamiz. 2 16 2 2 5 8 nisbatda 5 ga 2 bo'lsa 2-4 dan 0.96 mol bo'ldi. Shuni so'rab qo'yadi. Violer usulida alyuminiy olish. Bunda alyuminiy xloridda kaliy qo'shamiz. 9-sinf kitobda yozib qo'yibdi. Nima chiqadi ekan shunda? Alyuminiy bilan kaliy xlor chiqadi. Shu 1 mol. Bu yerdagi 1 mol alyuminiyni olish uchun shudagina ikkisi umumiy sarflangan 1 molni olish uchun 3 mol kaliy kerak. Shuni massasi 117 gram bo'ladi. 6-savolda uglet sulfat kislota qo'shamiz. SO2, SO2 suv chiqqan bo'lsa 1.2 mol bo'lsa 0.6 bo'lib turib, qisqasi 0.6 sini 1.2 bo'lar ekan-da. Tushundingizmi? Mana shunday savol. Ne aytish kerak-da? Shu narsaga bir tushib chiqtirish kerak. Darsda bo'lsin, peshin bo'lsin, hammasini ne aytib olishimiz kerak-da. Video aytib, boshqa aytib olib, ishlab tashlasak, shunda bo'ladi. Hammasini ko'rib borsangizda Dokuzunchi savol. 450 gram etma bug'lantirilganda tuzli massa ulushi oshdi. Dastlabki etmaning massasi necha gram ekan shunda? 450 gram. Etmaning massa qaranglar ayna. Massa ulush tuz nishatgan oshgan. Massa ulush tuz oshgan. Massa etma chiqadi shunda kamayishi kerak. Necha marta oshgan bu? 1,5 marta oshgan bo'lsa, bu 1,5 marta kamayishi kerak. Shunda ikkinchi etmaning massasi necha bo'ldi? 450 ni nishatamiz. 1,5 bo'lamiz. Shundan necha bo'ldi ekan? 300 gram eritma qolgan ekan keyingi eritmada. Keyin olingan eritmaga 10 gram tuz qo'shib eritildi. Ya'ni 3-chi eritma olinyapti-da bu yerda. 3-chi eritma olinganda necha kunda 300 dan men nechani qo'shdik? 10 ni qo'shdik. Necha bo'ldi shunda? 310 gram eritma bo'ldi. Bunda 25% eritma hosil bo'ldi dedim. Shu 3-chi eritmadagi tuzni massa ulushi necha ekan? 25% ekan. Shuni topib olamiz endi. M3 tuzni. 3-chi eritmachal tuz bor. 310 ni 0.25 ga ko'paytiramiz. Necha chiqadi? 77.5 gram ekan shunda tuzni massasi.
ikkinchi eritmada nechalik tuz bo'lgan? Tasavvur birinchi eritma, ikkinchi eritma, uchinchi eritma. Uchinchi eritmada 77,5 gram tuz bor. Ham eritma massasi 310 gram. Bize ikkinchi eritmaga 10 gram tuz qo'shib, uchinchi eritmani oldik. İkinci eritma massasini necha gram edi? 300 gram edi, to'g'rimi? Ikkinchi eritma, bu uchinchi eritma bo'lib turibdi. Bundagi tuz necha bo'lgan shunda? 77,5 ta 10 olamiz shunda. M2 tuz topganda 67,5 gram bo'ldi shunda. To'g'rimi? Birinchi eritmadan chiqib bo'ldi, birinchi eritmadan. Birinchi eritmadan 150 gram suv chiqib ketgan bo'ldi. Necha 150 gram suv chiqib ketgan bo'ldi? 450 bo'lgan eritma bug'lantirildidan keyin 300 bo'lib qoldi. Tushunarlimi? Shunda bu 450 gram eritma bo'ladi. Lekin nonni topish kerak va tuz esa 67,5 bo'lib o'zgarmaydi. Tuz immundagi tuz bu yerdan bo'lgan shuncha tuz. Shundan ishlatamiz, boshlang'ich eritma tuzni massa ulushini topish kerak. Massa ulush birinchi tuzni topadigan bo'lsangiz 67,5 ni bilamiz 450 ga ko'paytiramiz 100%. Necha bo'ladi ekan? 15%. Bu javobni olamiz shunda. Keyingi savol. İkkingiz ham chiqartirib oldingizmi shuni? Mardonnikimi? Bo'ldi, zo'r. Savol yo'qmi? Uçağını ko'paytirasan bo'ldi. Chiqadi javob degan maktabdan. Keyingi savol. Chat 4 ta raqamlangan probelkalarda organik moddalar suv eritmasi berilgan. Quyidagicha ma'lumotlar berilganda o'zi pastalarga berilgan-ku, shularni raqamlarni moslashtirish kerak ekan. Mana bariy, xlorid, ammoniy nitrat, sulfat kislota, keyin kaliy OH. Qaranglar. O'tkir hidli gaz ajratiladi deb ko'rdik-ku. Qaysida gaz chiqishi mumkin o'z reaksiyada? Shu reaksiyalarni qaysilari birlashtirsak? Bu bilan bunimi, bu bilan bunimi, bu bilan bunimi, yo'qolarnimi? Qaysi birisidan gaz chiqadi? Shu ammoniy bilan ishkorni birlashtirsangizlar, o'zi qisqasi o'tkir hidli gaz ham tensiz ko'nglar, bu yerda hozir chiqishi mumkin bo'lgan gaz ammiak beradi. To'g'rimi? Ammiak bo'lsa, 1 bilan 3 bodon bo'lsa, xayr. Xo'lay, birisi ammoniy nitrat, birisi kaliy OH bo'lishi mumkinmi shunda? Keyingisi 1 bilan 4 ni reaksiyaga kirsak neytral deydi. Qachon neytrallanish reaksiyasi bo'ladi? Kislota bilan asos, to'g'rimi? Asos reaksiyaga kirsa, qaysi kislota? Demak, endi bu yo 1 yo 3, bu ham yo 1 yo 3 edi. Endi bo'lsa yo 1 yo 4 mi? Bu ham yo 1 yo 4 bo'lib turibdi-da shuni. Tushundingizmi? Masalan, 1 bilan 4-moddalar ish ikkisidan birisi maxi. Shunda bu modda yo 1-modda bo'ladi yoki 4-modda. Bu esa 1-chi yoki 4-modda. Bu ham. Tushundingizmi? Shunda 2 marta bu kaliy OH 1-modda degan o'rgatib turdim maxi. Ham 3 ham 4 bo'lib turmaydi-ku. Demak, ikkisini birlashgan joyini olamiz. Kaliy OH nechanchi modda ekan shunda? 1-modda ekan. Shunda bu 1-modda bo'lsa, endi bu kaliy OH qo'shganimizda gaz chiqadi dedik-ku, bu yerda kaliy nitrat bilan ammiak va suv. Endi bu 1-modda bo'lsa, endi 3-moddan qo'shganda bo'lsa, demak 3-modda ekan bu. Ba'zancha va 4-modda bo'lar ekan. Ba'zancha va shunda 2-modda bo'lib qoladi shuning o'zida. Endi hamma tajriba bilan yozib chiqamiz. 1 bilan 4-dagi neytrallanish bo'lsa,
Birinchini qo'shsak, shuna kaliy OH'ni nima bo'ladi shunda? Kaliy sulfat bilan suv chiqadi, neytrallanish bo'ladi shunda. Bu birinchi modda. Keyin ishlatamiz. 2 bilan 4 ni qo'shganimizda oq cho'kma tushadi dedi. Oq cho'kma nima bo'ldi? Ikkinchi bilan 4-chi nima edi bu? Sulfat kislotami? Tushundingizmi? Demak, birinchi probirka nima ekan shunda? Kaliy OH qaysi harf? D harfi, to'g'rimi? Ikkinchi probirka bariy xlorid qaysi harf? E. 1D 2E. S javobi to'g'ri turibdi o'zi. Keyin 3-chi probirka ammonium nitrat 3A B. 4-chi probirkasi havo. S javob ekan shunda bu 10-chi savol. Tushundingizmi? O'tkir hidli gaz. Aytdim-ku sizlarga gazlarning hidi, rangi, zaharsizligini yodlash kerak deb turibdi, to'g'rimi? Shu yerda gaz qaysi modda bo'lishi mumkin desa, bu yerda ammoniyli tuzlara kuchli asos qo'shsangizlar, ammiak gaz chiqadi. Keyingi savol. On 7-chi savolni ishlaramiz. Topib turmoqchi savol. Chiqib qoldi 17-chi savol. Suv qo'shamiz futur. Nima chiqadi bundan? H futur bilan kislorod chiqadi, to'g'rimi? Mana bu gaz bo'ldi. Bu suv 2 mol bo'lsa, H futur necha mol bo'lsa 4 mol bo'ladi. Kalsiy gidroksid bilan bir qo'shishimiz kerak. H futur reaksiyaga kirsa cho'kma bo'ladi. Kalsiy fluorid bilan suv chiqadi. Shunda bu 4 mol bo'lsa, bu 2 mol cho'kma tushadi shunda. Kalsiy fluoridni massasini topsamizda 2 ni ko'paytiramiz. 78 ga 156 gram bo'ladi. D javob olinganmi testda? Keyingi savol. Rux sulfat eritmasi elektrolizi rux elektrod yordamida amalga oshiriladi. Atmosfera shunchaki kamayib, qoladi. Shuni savolladim. Boshqa xabarlarda nimadan hisob olinadi ekan bular? Jo'ralgan yaxshi. Anodda faqat bir xil jarayon bo'ladi. Sizlar anodda rux 0 dan 2 elektron chiqarib, rux 2 plyusga o'tishi bo'ladi. Endi shu rux 2 plyus nima chiqadi? Eritmaga chiqadi. Eritmaga chiqqandan keyin nima bo'ladi desangizlar, katodda 2 xil jarayon bo'lishi mumkin bu yerda. Eritmadagi rux 2 plyuslardan galaddan rux 2 plyuslarimiz 2 elektronni olib rux 0 o'tishi mumkinmi? Bundan tashqari katodda yana bir boshqacha narsa o'ylashimiz kerak. Katod birinchi narsa hozir rux metali uchun, rux metali berda katodda o'rtachakli metalmi? O'rtachakli metallarda katodda vodonchilar ham vodorod ham chiqishi mumkin deymizmi? Shunda katodda vodorod ham chiqishi mumkin deysizlar.
Nol chiqarishunda H2 chiqadimi? Ana keyin bu katta chiqqan moddalarni ikkisini massasi 24,8 gram ekan. Buni massasi esa necha gram deb qo'yadi buni? 50 gram deb qo'yadi, to'g'rimi? 50 gram ekan. Endi bundagi elektron bilan bundagi elektronlar teng. Masalan, bu x desak, bu 2x faradiy bo'lsa, bu y desak buni, bu 2y desak, bundagi ham shundan chiqadi. 2x plus 2y faradiy yoki bo'lsam x plus y mol ruh jatgan shunda chiqqan bo'ldi. Keyin bu yerdagina 65x plus 65 yo'q, 2y teng 24,8 bo'lsa, 65x plus 65y teng 50 bo'ladi-da. Attashimiz. Shunda 63y teng 25 u 2 bo'lib y teng 4 bilan 0,4 bilan y 0,4 shunda. Demak, 0,4 0,4 chiqqan. Bo'ldi. Arab tarafi shart emas. Shu vodorодni hajmini topamiz endi. 0,4 ni 24 ga ko'paytirasizlar. 896 litr. Ana buni ham o'rgandik ana shunda. Yangicha tip masalani qaranglar. Anoddan ikki jarayon bo'lgan shunda ruh tasir anod bo'lsa faqat bir jarayon. Ruhni eritmaga o'tishi bo'ladi. Ruhni eritmaga o'tishi bo'ladi. Tartibda sanchi jarayon bo'ladi. Shu eritmaga o'tgan ruhni yoki eritmada avvaldan bor bo'lgan ruh sulfatdagi ruhni katta qoplanishi bo'ladi. Bir yoki eritmadagi suvdagi vodorodni anodda chiqib ketishi bo'ladi. 2. Yana ish qilib, shunda ikkisining yig'indisi bilan massasi 24,8 gram bo'lgan. Shuni tushunarli yozib qo'ydim ham. Katodda 24,8 gram moddalar ajralgan deb qo'ydi. Ko'rdingizmi? Katodda massasi shunchaki oshdi deb bilmaydi. Oshishi uchun vodorod ham shunda qoplanib qolishi. Vodorodlar chiqib ketadi, lekin ajralgan shunda umumiy. Tushundingizmi? Katodda massasi necha gram oshadi desa 24 gram oshadi bu yerda. Endi bu 0,4 mol deganimiz 0,8 gram bo'ldi. 24,8 dan 0,8 dasangiz 24 gram ruh nechati shunda? 24 gram ruh nega o'tdi? Ruh 2 plusdan ruh o'tdi-da. Bu yerda mana 2 ga bo'lib olamiz endi. Ruh 50 gram desangizda shu 24 gramni nega o'tgan bo'ldi? Ruh 2 plus o'tgan bo'ldi. Dan u ruh 2 plusimiz nechotgan bo'ldi keyin? Katodga kelib qaytarilgan bo'ldi. Ya'ni anodda oksidlangan bo'ldi, katodda qaytarilgan bo'ldi. Anoddagi metal to'g'ridan-to'g'ri katta o'tganlari necha gram ekan shunda? 24 gram ekan. Keyin endi uning uchun faradiyni hisoblash kerak-da. 24,65 ga bo'lsangizda yaxshi san chiqmaydi. Keyin 50 ning ichidan 26 gram bo'lsa, nechotgan ekan? Masalan, bu 50 deb yozib qo'ysangizlar ham bo'ladi bu yerda. Zali yo'q, yozib qo'yarlar shunda. 50 deb yozib qo'yarlar shuni. 50 ning ichidan qisqasi 24 i shuni ichindagi 24 chiqib o'tadi. Eritmaga o'tadi, shu eritmadan keyin qattiqda o'tadi, qoplanadi. Keyin 26 gram esa vodorodni o'rnida yuradi eritmada. Vodorod nol bilan birikib yuradi avval. OH bilan birikib yuradimi? Endi ruh OH bilan birikadida ruh gidroksidni chiqaradi keyin. Tushundingizmi? Masalan, vodorod suvning ichida nol bor H+ bilan OH- bor, to'g'rimi? Shunda yana topsangizlar 2 yirik bo'lsa 0,8 mol bo'ldimi bu? Bu ham shundan chiqa bo'ldi 0,8 mol bo'ldi. Keyin bu yerda ruh 2 plusimiz bilan OH- birikadidan shunda ruh gidroksid ham chiqadi reaksiyada. Bu 0,8 mol bo'lsa, shunda bu 0,4 mol ruh gidroksid cho'kmay tushadi. Nima tushundingizlar? Tushundingizmi bir narsani? Siz yozib olinglar shuni.
Xlorid kesda qo'shamiz, nima chiqadi? Temir 2 xlorid bilan vodorod chiqadi, to'g'rimi? Bunga qo'shsak nima chiqadi? Temir 2 xlorid bilan suv chiqadi. Bunga qo'shsangiz qaraman 3 oksidimi 3 valentli xlorid chiqadi. Bo'ldi, u H xlor qo'shasalarmi, xlor qo'shasalarmi, xlor bilan reaksiyaga kelishmaydi masalan shu narsa. Keyin aytamiz, 2,24 litr bo'lsa 0,1 mol bo'ladi. 0,1 bo'lsa, bu ham shundan chiqa bo'ladi. 0,1 mol bo'ladi. Bu ikkisini chiqa bo'lar ekan shunda 0,3 mol bo'ladi. Shuncha miqdorda aralashma to'liq vodorod bilan qaytarilganda endi keyingi safar temir 2 oksid, temir 3 oksidda vodorod qo'shsak qaysilar kirishadi? Oksidlar kirishadi, to'g'rimi? Nima chiqadi? Temir bilan suv chiqadi. Bunda esa temir bilan suv chiqadi bundan. İkisini necha bo'ladi? 0,3 bo'lmadi, suv necha gram bo'libdi? 9 gramdan 18 ga bo'lsak necha bo'ladi? Demak 0,5 mol ekan bu suv. Shundan buni x desangiz, bu yerdan shuni xuddi shunday aralashma deb qo'ydik, to'g'rimi? Shuncha miqdordagi. X bo'lgan x, y bo'lsa necha bo'ladi? 3y. Shunda x plus y necha bo'ladi? 0,3 x plus 3y bo'lsa 0,5. Atashimiz necha chiqadi ekan? 2y 0,2 y bo'lsa x bo'lsa necha bo'ladi? 0,2 bo'ladi shunda. Boshlang'ich aralashma temir 2 oksidni molini toping. Temir 2 oksid x nima? 0,2 degan. Javob to'g'rimi? Qaranglar ham. Da javob. Prosta tekshirib ko'ramiz. Keyingi savol. 21-nimi 22-nimi? 21-savol qaranglar qanday yaxshi boshdi. Sintez gazda batiramiz shu narsa. Chat tengimiz reaksan. Birinchi ugletlar tenglab olamiz. Necha bo'ldi? Endana bo'ldim. Kislotlar necha bo'ldi? Endana berib en qo'yamiz. Shunda ugletlar necha bo'ldi? 2n plus 2 ga yana 2n. Shunda 4n plus 2 bo'ldi. 2 ga bo'lsak necha bo'ldi? 2n plus 1 dana. 1 mol alkan hosil bo'lishi uchun dedi. Qaytaruvchi vodorod bo'ldimi shunda? Qaytaruvchi elektron beradi. 2 elektron beradidan H plus o'tadi shunda. Endi bu 18 mol bo'libdi-da, elektron bergani. Bu necha bo'ladi shunda? 9 mol bo'ladimi? Shunda endi 1 mol alkan bo'lsa va 1 mol bo'lsa, 1 ga necha nisbat etadi bu? 2n plus 1 mi? Buncha o'tgan 9 mol bo'libdi. Shuni tenglasangizda 2n plus 1 ni topsak. 9 ni 1 ga ko'paytirib bera bilamizmi? Shunda 2n plus 1 teng 9 bo'ldim. 2n teng 8 bo'ladi. Endi tengcha 4 chiqadi shundan. Qaysi javob? S4H10 degan javob topasizlar shunda. Keyingi savol 22 mi? Alkenni ko'tku, to'g'rimi? Alkenning formulasini-chi? Nechta orbitallar bor bunda? sp2 dan chatom 2 dana bo'laman qo'shib bo'lgandan keyin s3 dan n uglet tanchasi 7. Ikkisi 7 shuni nechaga ko'paytiramiz? Shunda 4n minus 8 ikkisini qo'shsak 4n minus 2 bo'ladimi shunda? Mana shuni necha teng ekan? Shunda 4n necha bo'ladi? 2 dana bo'lib, n teng necha chiqadi shunda? 5 dana bo'ladi. Demak, n qiymati 5. Siz tanasi qiymatiga ega bo'lmagan bo'lishadi-da. 5 ugletni alkenning formulasini yozib chiqamiz. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, 4, 5-chilari. Normal tuzilishdagi qarang, normal tuzilishli. Bu degani bunday emas-da, tarmoqlangan emas. Endi tarmoqlanmagan deb tushunasizlar, normalni. Bulardan qaysi biri cis trans izomerga ega emas, ega bo'lmagani qaysi? Birinchisi, to'g'rimi? Ikkisi vodorod bor. Bunda esa vodorodlar yuqorida joylashishi mumkin, cis bo'ladi. Pastda joylashadi bo'lmasa birisi, bu aylantirib qo'ysak buni, etil bilan vodorodni trans bo'ladi. Demak, shuni olasizlar ekan.
Bunchalik S3'da to'g'rimi? 3 tanasi S3 ga bitlangan. Shunda S3 bog'lanchadana 1 2 dana. Bu esa SP2 SP3. Bu yerda sigma bog' SP2 SP3, pi bog' esa PP bog'lanish bo'ladi. Tushundingizmi? Shundan chiqar ekan S5H10 degan alken, shundagi iritning qiymati 2 dana bo'ladi ekan. Demak, javob norasolab. Shu javob to'g'rimi? Keyingi savol. 23 deyishimizmi? Ekvivalent nisbatda olingan etilen va asetilen aralashmasiga mol miqdorda vodorod qo'shib qizdirildi. Etilenning formulasini-chi? Asetilen C2H ekvivalent bo'lsa XX deb qo'ysak bo'ladi. Vodorod qo'shdik. Reysdan keyin gazlar aralashmasining molekula massasi 16 ga teng bo'ldi. Reysdan oldingi gazlar aralashmasining molekula massasini toping dedi. Mol miqdorda vodorod qo'shadigan bo'lsak, bu qanday bu to'liq qaytariladi bu. To'liq kim buni aytadi? Alkan chiqadi-da. Bu x bilan kelishib, bu ham x, bu 2x bilan kelishib x chiqadi. Keyin vodorod ham ortiq qolgan bo'ladi-da bu yerda. Tushundingizmi? Qaysi gazlar bo'lib qoldi shunda? C2H6 bilan vodorod bo'lib qoldi. Buni molekula massasini-chi? 30 bo'lsa 2. O'rtacha molekula massasini chiqadi. 16. 16 dan 2 olsak 14, 30 dan 16 olsak 14. Nisbatni nechanchi? Bir nisbatda. Masalan, bu necha bo'ldi? 2x bo'ldimi? Shunda etanning massasi umumiy hosil bo'lgani x dan 2x bo'ldimi? Vodorod necha bo'ldi ekan shunda? 2x bo'ldi ekan. Umumiy sarflangan vodorod necha bo'ldi shunda? x 2x 2x 5x bo'ldimi? Shunda shu dastlabki aralashmadan bizlar shuni olib tutdilar ekan, mana shu 3sini olib tutdilar ekan. Shu yerda sal xatolik bor. Ekvivalent nisbatdagi aralashmani olib turganlari yo'q, bunda javob boshqa chiqadi. Ikkisini qo'shib 2 ga olib turaylik. Vodoroddan qo'shib tutdilar. Tushundingizmi? Shuni aytamiz, m o'rtachani topganda. 1 ni 28 ga ko'paytiramiz, 1 ni 26 ga ko'paytiramiz, 5 ni 2 ga ko'paytiramizda, asta 1 plus 1 plus 5 ni qo'yamiz. Ya'ni 1x ni nechada oldik? 1 da olib ketdik. Tushundingizmi? 1 1 5 da olib ketdik mollarini. Tushunarlimi? 54 da 10 ni qo'shsada 64 taqsim 7 bo'ladi shunda. Shu javob to'g'rimi? Gördünüz mü? Qiyin ekan.